Assalomu alaykum Gulshoydolari, gul ishqibozlari, obunachilar, hamma yaxshimi? Oilasi tinchmi? Hammani ro'za Ramazon oylarini, ro'zalarni tutib, hamma charchamasdan yuribdimi? 8-mart bayramni hamma yaxshi o'tkazib oldimi? Demak, bahor ayomi, bayramlarga boy ayom, Hayit, keyin Navro'z ayomlari yaqinlashyapti. Hammani tabriklayman. Kecha golland gullar keldi. Shuni bir obzor qilib beray dedim. Endi hammasini pachkasi bilan qo'ymadim. Bitta namuna qo'ydim. Bir ko'rsatib o'tib ketaman. Demak, birinchi gulimiz bu Philodendron Rio sorti. Mana. Bargi mana shunaqa o'rtasida oq bo'ladi. Bargi uzunchoq. Juda osilib o'smaydi, sal tikkaroq o'sadi. Xuddi Brazilga o'xshaydi, lekin Brazil emas. Philodendron Rio. 5 ta ekilgan buni. 3 tasi detga chiqargan, mana shunaqa bo'lib, 2 tasi endi chiqaradi. 2 tasi ham tez orada chiqarib qolsa kerak. Juda tez o'sadi. Xuddi Brazillarga o'xshab. Philodendron Brazil nimasi bor? Nima deydi? Scandensmi degan sorti bor. U ham bargi shunaqa katta bo'ladi, lekin bu undan emas, bu Rio sorti. O'zimga juda ham yoqqani uchun bitta zakaz berdim. Men buni uzun bo'lib keladi desam, yo'q, bitta tuvakda 5 ta ekilgan keldi. 5 ta ekilgan kelganiga juda ham xursand bo'lib ketdim. Chunki bunaqa gullar bitta tuvakda 5 ta, 4 ta ekilib, nima deydi, pishni bo'lib o'ssa, shunchalik yaxshi. Demak, unaqa injiq gul emas. Har kuni bir mahal sprey. Har 15 kunda ozuqa, yorug' joy bo'ldi, o'sib ketaveradi. Demak, bu Rio. Keyingisi Antirum. O'zi menga eng yoqadigan gullar bular, sariq rangli gullar yoqadi. Shuning uchun Antirum Yellow Champion. Bundan 10 ta kelgan. Bitta pachkadan 10 ta bo'ladi. Shuning uchun nima desam bo'ladi? Juda ham chiroyli kelgan. Hozir telefonda guli sal ochroq ko'rinyapti. Lekin guli to'q sariq. Yo'lda kelguncha ham baribir gullarni barglari ochlashadi. Bitta tuvakda 2 ta, mana. Bitta tuvakda 2 ta, mana gollandniki. Ba'zilarda 2 ta turibdi, ba'zi 2 tasi esa rosa ham bolacha chiqarib ketgan ekan. Demak, tez bolacha chiqaradi, tez bola beradi dedim. Mana bu yerlarda yana gullar chiqarib, barglar chiqarib o'syapti. Juda ham chiroyli kelgan. Hech qayerda defekti yo'q, na gulida, na bargida. Mana shunaqa bo'lib, barglar yaltillab zo'r o'syapti. Demak, bundan 10 ta kelgan. Philodendronlarga, sariq rangli gullarga kim qiziqsa, mana shunaqa gulimiz bor, Gollandiyaniki. Antirum Yellow Champion. Nima deydi? Ism familiyalari shunday bu kishini. Demak, Antirumlar suvni yoqtirmaydi. Suvni yoqtirmaydi deganim, juda ko'pchilik gruppamda so'raydi, Antirumim shu ahvolga kelib qoldi, nima qilay? Antirumga ortiqcha suv quyib yuborsangiz, tomiri chirib qoladi. Tomiri chirigandan keyin barglarda dog'lar hosil bo'lib, korishneviy dog'lar, barglari qurib boshlaydi. Shuning uchun Antirumga suvni me'yorda berish kerak. Chanqatibroq berish kerak, ko'proq bargidan gullarni sprey qilib turish kerak. Yorug' joyga qo'yish kerak. Kisli torfga ekiladi. Shuning uchun ekayotganda kisli torfga ekish kerak. Hozir mana gullarni tuvagini ko'chiradigan, peresadka qiladigan vaqt o'sha payti kimda antiurumi bo'lsa, mana shuncha tuvak bo'ladigan bo'lsa, masalan, mana bu 14 garshok. Mana shunaqa tuvagi bo'ladigan bo'lsa, shunga bir piyolacha kisli torf qo'shib yuborsa, antiurumlar yaxshi o'sadi. Mana shunaqa bo'lib chiroyli antiurum kelgan. Nima deydi, o'zim 10 ta antiurumni qo'yib qo'yib, tomosha qilib o'tiribman, maza qilib. Nima deydi, bahor kayfiyatini beryapti. Lekin o'zi aslida antiurumda eng yaxshisi fitil qilib ekish. Chunki menda fioletovysi bor edi, fitil qilib ekuvdim. Sotuvga qo'yib sotib yuborganman, lekin natijasi zo'r bo'lgan. Haqiqatan ham lechuzaga ceramis, perlit aralashtirib fitil qilsangiz zo'r bo'ladi. Juda ko'pchilik aytadi, fitil qiluvdim, bunday bo'ldi deb. Chunki ko'pchilik lechuzani o'ziga fitil qiladi. Lechuza suvni ko'p tortadi. Keyin
tosh bo'lgani uchun, mineral tosh bo'lgani uchun agar uy sovuq bo'lsa, sal sovuq tortadi. Shuning uchun unga seramis bilan perlit aralashtirsangiz, ular tosh emasda. Tosh ular, faqat ular qizdirilgan tosh. Shuning uchun yengil narsa bo'ladi. U nima qiladi? Muzlab qolmaydi-da, sovuq tortmaydi. Shuning uchun o'shanaqalar qo'shilib ekilsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Mana kim antiorium o'stirolmayotgan bo'lsa, spasifilumni o'stirishga qiynalayotgan bo'lsa, fitil qilsin, muammosiz o'sadi. Gruntda ham yaxshi o'sadi, faqat gruntda suvni me'yorini ushlash kerak. Mana shunaqa bo'lib, mana shunaqa antioriumdan 10 ta bor. Keyingisi Jacqueline. Mana Alakaziya Jacqueline. Juda ko'pchilik kutgan edi buni. Jacqueline. Bu kattaroq, 14 garshok, 40 cm deyilgan. Buni kichkinarog'i ham bor, kichkinachasi, mana shunday. Ya'ni eng katta barigi mana shuncha bo'ladi, kichkinasini. Mana shuncha. Endi buni barglari katta, o'zi ham katta. Alakaziya Jacqueline yoki Alakaziya Sumatra ham deyiladi. Mana bu alakaziya juda ham katta bo'lib ketadi, keyin unaqa injiq sort emas. Injiq sort emas. Alakaziyalarni juda ko'pchilik o'stirish qiyin deyiladi. Alakaziyani o'stirishda eng yaxshi yo'li fitil qilish kerak buni ham. Alakaziya fitilda zo'r o'sadi. Mana lichuzapon, seramis, perlit aralashtirib fitil qilasiz. Yaxshi o'sadi. Chunki alakaziyaga ortiqcha suv quyib yuborsangiz, tomiri chirib ketadi. Chunki alakaziya tomirini juda tez chiritadi. Kam suv quyib qo'ysangiz, barglari sarg'ayib tushib qolib, bitta barg bilan qolib ketadi. Shuning uchun suvni me'yorini ushlashning eng oson yo'li bu fitil qilish. Mana shuning uchun hammaga ko'pchilikka aytaman, alakaziya oldingizmi, fitil qiling. Mana barglarni qarang, qanaqa mo'jiza. Shuning uchun alakaziyani fitil qilish kerak. Har kuni bir mahal suv sepib turish kerak, shunda zo'r o'sadi. Bundan 6 ta kelgan. Ikkitasi sotildi, ikkitasi 4 tasi turibdi shekilli. Mana shunaqa bo'lib, Alakaziya Jacqueline. Bu safar juda nima deydi, chiroyli va antiqa gullar aytishga harakat qildim. Keyingisi Aglanema Spicy Pink. Mana bu hozir telefon asl rangini olib bera olmaydi buni. Hozir bu yerda mana bu barglari sizlarga qizil ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Bu qizil emas, bu juda ham to'q pushti rangda. Mana shu pushtini to'q. Yo'lda kelguncha ochlashadi. Mana bu och, chunki yo'lda korobkaning ichida keladi. Quyosh ko'rmaydi necha kunlardir, shuning uchun ochlashib qoladi. Men buni lampani tagiga qo'ydim. 1-2 kunda rangini nima qilib oladi? Saqlab oladi. Yana mana mayerlari o'zi mana pushtiga aylanib qoldi. Eng chiroyli aglanemalardan biri Spicy Pink. Aglanemalar parvarish qiyin emas. Chanqatib suv berish kerak. O'ta chanqagandan keyin suv berish kerak. Bargiga har kuni bir mahal sprey qilasiz. Har 15 kunda ozuqasini berasiz, bo'ldi, o'sib ketaveradi. Aglanema tuproq ham tanlamaydi. Oddiy universal tuproqqa eksangiz ham o'saveradi aglanema. Mana Spicy Pink. Mana bunday ko'rsatay, 14 garshokda. 14 garshokda kelgan, buni 6 ta kelgan. Eng chiroyli, eng go'zal. Mana bu agar uyingizda gullaringiz orasida tursa, birinchi ko'zga tashlanadigan aglanema. Chunki rangi o'zi antiqa. Hozir bu yerda telefon asl rangini olib bera olgan yo'q. Mana shunday qilib aglanema. Aglanemani yana bir turi kelgan. Bu Pink Buttercup degan turi. Mana Golland, bu gigant bo'ladi. Mana o'z barglaridan ham bilinib turibdi. Mana bu o'rtacha sort. Kichkina sort emas, lekin o'rtacha sort. Mana bu esa gigant sort. O'ta gigant bo'lib ketadi. Bargi yashil joyi ham bor, seri joyi ham bor, keyin mana bunaqa pushti joyi ham bor. Bu pushti joyi nima desam bo'ladi? Sarg'ish pushti. Oranjiviy pushtiga o'xshab ketadi. Bu ham yo'ldan kelguncha nima qilgan? Nima deydi? Rangini o'zgartirgan ozgina, lekin aslida mana bu joyi mana to'q pushti bo'lish kerak. Endi bu sekin-sekin pinklashyapti. Lampani tagiga qo'ydim. Mana bir kunda ichida o'zi ancha mayerlari, ranglari o'zgarib qoldi. Juda ham chiroyli rang bo'ladi.
Mana o'suvlar bor, o'sib zo'r bo'lib yotibdi. Mana barglarni ko'ryapsizlar. Katta buni bargi. Mana bu yoqdagi barglar mana kichkina, borgan sari bargini kattalashtirib boradi. Keyingi chiqqan bargi mana bu bargidan katta. Undan keyingisi bu bargdan ham katta bo'lib ketadi. Shuning uchun gigant sort hisoblanadi mana. Pink Buttercup degan sorti. Bundan ham 6 ta kelgan. Keyingisi Sterlitsa Regina. Mana. Sterlitsa Regina bu zo'r keldi. Juda ham katta keldi. Buni jannat qushi ham deyiladi. Mana. Mana shunaqa gullaydi. Golland sort mana. Bo'yi uzun bo'ladi, guli ham juda ham katta bo'ladi. Endi tasavvur qiling. Guli mana shu bargidan, baland bargidan katta bo'ladi. Bitta gullasa ancha payt turadi. Eng zo'r gul. Mana. Avvalgi safarda bundan olib keldirdim, lekin kichkina edi u. Juda ham kichkinacha. Mana shunchagina edi. Lekin bu ham katta keldi, ham zo'r keldi bu safargisi. Bu safargisi haqiqatan ham chiroyli keldi. Bundan kattaroqlari ham bor, bundan bo'yi sal pastroqlari ham bor. Men endi hozir bitta nima qilyapman, namuna ko'rsatyapman. Hamma gulni yig'ib o'tirmay dedim-da, mana. Tez o'sadi, juda ham tez o'sadi. Mana shunaqa bo'lib Sterlitsa Regina kelgan. Sterlitsalar juda ham injiq emas, yaxshi o'sadi. O'zimda bitta Sterlitsa Nikolay bor. Yaxshi o'sib yotibdi. Suvni yaxshi ko'radi. Endi suvni yaxshi ko'rar ekan deb suvni quyaverish kerak emas. Chanqashi bilan, ya'ni tuprog'ining usti qismi qurishi bilan suv berasiz. Har kuni bir mahal sprey qilasiz. Har 15 kunda oziqlanisini berasiz, o'saveradi. Yorug' joyda ham o'saveradi, soyuroq joyda ham o'saveradi. Shunaqa bu. Umuman injiq gul emas. Joy tanlamaydi, o'sib ketaveradi. Juda unaqa issiqqa, sovuqqa chidamsiz gul emas. Eng men yaxshi ko'rgan gulimdan Sterlitsa Regina tez gullaydi Nikolayga nisbatan. Nikolay endi u dekorativniy gul hisoblanadi-da. Bo'yi juda ham uzun bo'lib ketadi. Nikolayni ko'proq dekorativ gul sifatida o'stirishadi. Regina esa tez gullagani uchun o'ziga xos hisoblanadi. Mana shunaqa bo'lib Sterlitsa Regina kelgan. Bundan 8 ta kelgan, pachkasida 8 ta. Keyingisi mana Midway bu Hoya Carnoza Tricolor. Bitta tuvakchada 2 ta ekilgan. Buni ham rangi ochilashib kelgan. Rangi to'qlashadi buni. Bu menimcha nechilik garshok? 5,5 mi? Shunaqa. Garshokchasi kichkina buni. Mana. Mana shunaqa bo'lib, bitta garshokda 2 ta ekilgan. Mana bunaqa chiqarayotgan bargi mana shunaqa rangda bo'ladi. Keyin barg voyaga yetgandan keyin mana shunaqa varigat bo'lib qoladi. Mana bunisi ham shoxcha chiqargan, ko'rinib turibdi. Mana. Mana shunaqa Hoya Carnoza nima deydi? Tricolor. Bu deyarli sotilib tugatildi. Keyingi safarga juda ko'pchilikka yetmay ham qoldi bu. Keyingi safarga yana aytdim bundan, yana keladi. Mana. Bitta tuvakda 2 ta ekilgan. Zo'r kelgan, haqiqatan ham zo'r kelgan. Men bunaqa animatsiyasi barcha chiqarmaganlari ham o'sha mana shoxcha chiqarib yotibdi. Mana. Ko'rinyapti? Mana shoxchalari. Mana shoxchalari o'zi hammasida shoxchasi uyg'ongan. Mana. Siz uyingizga borgandan keyin bemalol o'saveradi. Juda ko'pchilik buni Crimson Queen bilan almashtiradi. Hoya Crimson Queen emas. Hoya Crimson Queen'da bargini o'rtasi, mana o'rtasi yashil bo'ladi, chekka qismida variegati bo'ladi. Carnoza Tricolorda o'rtasi variegat bo'ladi, chekka qismi yashil bo'ladi. Shu bilan farqlanadi. Guli esa juda ham chiroyli, ochiq pushti rangda bo'ladi. Kim hoyalarga qiziqsa, mana shunaqa hoyalarimiz bor. Yana zakaz qilganmiz, yana keladi bundan. Demak, kichkintoylardan keyin endi bu yerda katta gullarimiz bor. O'shalarga o'tamiz. Bu yerda mana Diffenbachia bor. Diffenbachia Mars. Juda ham chiroyli sorti Diffenbachia Mars. Mana shunaqa. Diffenbachialar kim o'stirgan bo'lsa biladi. Injiq emas, juda ham zo'r gul, dekorativniy gul. Kim katta gullarga qiziqsa, gul bo'lgandan keyin katta bo'lsa-da, uyingda
to'ldirib tursa deydiganlarga mana Diefenbach Mars. Juda ham zo'r kelgan. 17 gorshok 70 cm, keyin nimasi ham kusti ham to'la. Mana shunaqa. Eng kamida 4 ta, 5 ta, ba'zida 7 talab nimasi bor, detkasi bor. Mana barglari. Hozir bargi 2 qarish. Mana bu barg chiqadi, undan ham katta bo'lib ketaveradi. Shunday qilib barglari borgan sari kattalashib ketadi. Bundan 6 ta kelgan. Kimga qiziq bo'lsa, mana Yashil burchak Telegram gruppam bor. Pastda fikrlarda havolasini qoldiraman. O'sha havola orqali gruppaga kirib, bemalol narxlari bilan tanishib, ko'rib, zakaz berishlaringiz mumkin. Juda ko'pchilik so'raydi, narxi bilan ayting-da deb. Narxini Telegramdan kanaldan bilib olaverasizlar. Hozir bu yerda narxini aytsam, nima deydi? Muhokama bo'lib ketadi deydi-ku, shunaqa. Shuning uchun Telegram kanalga ulanib olingizlar. Telegram gruppa bor. U yerda juda ko'pchilikning gullariga yordam beryapmiz, maslahatlashyapmiz, birgalikda gullarni o'stiryapmiz, nima deydi? Chirinka qilib ko'paytiryapmiz va hokazo. Mana Diefenbach Mars. Mana keyingisi bu ham 17 gorshok 70 cm deyilgan, lekin mana bu 70 cm, lekin bu bundan anchagina baland. Bu Spatsifilum Diamond Variegat. Mana Spatsifilumda variegati bu. Mana shunaqa. Mana juda ham chiroyli keldi. Shunaqangi nima desam bo'ladi? Ko'ngildagidan ham zo'r keldi. Ba'zida gulni ko'rganingizda nima deysiz-ku, haqiqatan ham zo'r ekan deysiz-ku, xuddi shunaqa keldi bu. Men o'zim o'ylagandan ham zo'r keldi. Mana variegatlari. Mana variegati mana bunaqa seriyaga o'xshagan variegat, oq seriyaga o'xshagan. Mana shunaqa. Endi buni kusti mana bilmayman nechta. Juda ham kusti ko'p. Kim olib bo'lib ekaman desa ham zo'r gul. Mana bu yerdan ko'rsatay. Bu ham xuddi o'sha Spatsifilumga o'xshab oq gullaydi, faqat bargini o'zgachaligi bilan farq qiladi. Bargi mayin emas, qandaydir nima deydi? Qutur. Shunaqa sort mana. Mana shunaqa Spatsifilum Diamond Variegat. Bu ham kimga kerak bo'lsa, Telegram gruppaga kirib olingizlar. O'sha yerda hamma narxlari, dastavka qanday qilib beriladi, butun O'zbekiston bo'ylab pochtalarimiz ko'p O'zbekistonda. Hammasi zo'r ishlayapti. Avvalo pochtalarga rahmat. Bizda gullarimizni, tovarlarimizni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berayotgani uchun mana shunday qilib, mana shunaqa gullarimiz bor. Mana yana bir ko'rsatib o'taman. Mana biz Spatsifilum Diamond Variegatdan ham 6 ta kelgan. Mana shunaqa bo'lib, bu safar mana shunaqa gullar keldi. Har safar qanaqa gul kelsa ko'rsatyapman, shuning uchun bu safar ham bir ko'rsatib o'tib ketay dedim. Demak, boya aytganimdek, gruppamda nimasini, havolasini pastda fikrlarda qoldiraman. Juda ko'pchilik aytadi, gruppangizda topolmayapman, gruppangizga qo'shila olmayapman deb. Havola o'zi ko'k yozuv bilan bo'lib chiqadi. O'shani ustiga bossangiz, gruppaga kirib ketaverasiz. Demak, kim gul olmoqchi bo'lsa, golland gullariga qiziqsa va qandaydir noyob sortalarni topolmay yurgan bo'lsa, yoki gullarni parvarish qila olmayotgan bo'lsa, qanday ko'chiraman, qanday tuproqqa ekaman, qanday dori beraman, ya'ni o'g'itlar beraman, shularni bilmayotgan bo'lsa, meni Yashil burchak Telegram gruppam bor, o'shanga qo'shilib olsalaringiz, bemalol savollaringizga ham javob beramiz.